Assalomu alaykum, hurmatli dastur foydalanuvchilari. Hozir sizlar bilan Farma.uz dasturida tovarlarni elektronniy prixod qilishni ko'rib chiqamiz. Prixod bo'limiga kiramiz. Elektronniy prixod knopkachasini tanlaymiz va ustiga bosamiz. Elektronniy nakladniyni yuklab olamiz. Quyidagi Excel knopkachasini tanlab bosamiz va biz yuklamoqchi bo'lgan Excel fayl qayerdaligini ko'rsatamiz. Mana dastur o'ziga faylni yuklab olmoqda. Mana bizga kerakli fayl yuklanib bo'ldi. Bu faylda ma'lumotlarni qanday kiritish kerak? Asosan eng kerakli bo'lgan, ya'ni bu yerdagi yulduzcha qo'yilganlari обязательно kiritilishi shart va siz yuklayotgan elektron nakladniyda yozilgan bo'lishi kerak. Agar o'sha yulduzcha qo'yilganlar bo'lmasa, dastur o'ziga bu faylni nakladniyda o'ziga olmaydi. Ya'ni bu bilan kirita olmaysiz. Kiritishni boshlaymiz. Начальная строка. Qaysi qatorda dori nomi boshlanganini ko'rsatamiz. 17-qatordan dori nomi boshlangan. Demak, 17 qo'yamiz. Начальная строkaga 17 qo'ydik. Ya'ni qaysi qatorda boshlanganini, endi quyidagilarga esa qaysi ustunda joylashganligini ko'rsatamiz. Shtrix kod ikkinchi ustunda joylashgan, o'shaning uchun bu yoqqa 2 yozamiz. Наименование, ya'ni nomi 3-chi ustunda joylashgan. Производитель 7-chi ustunda. Срок годности 6-chi ustunda. Cena zakupочная, ya'ni olingan narx. Bazaviy cena 9-chi ustunda ekan. Cena продажная, sotish narxi. Cena mana bu yerda sotish narximiz 13-chi ustunda joylashgan. 13. Количество 8-chi ustunda ekan. Seriya nomer 5-chi ustunda ekan. Schet faktura qaysi firmadan kelganligini kiritamiz. Masalan, Grand Farm va Zagorskiy qilamiz. Yes qilamiz. Yuklab bo'ldi.